Do'stlar, video avvalo sizlarga Principal Place kanalini tavsiya qilib o'taman, chunki bilasizlarmi, 1000 ta obunachi yig'ishiga ozgina qoldi va hammamiz unga yordam berishimiz mumkin. Kelinglar, hozirroq obuna bo'lamiz, unga like bosamiz va mendan salom aytamiz. Shunda 1000 ta obunachiga yetishi tezroq bo'ladi. Undan tashqari uni videolari juda ham qiziqarli, shuning uchun ham ссылка opsiyada va tepadagi yozuvni bosib o'tishingiz mumkin. Sizlarga ham shunaqangi reklama kerak bo'lsa, Telegram botimga murojaat qilinglar. Senga nima deyishni ham bilmayman. Shuncha vaqtdan beri hammasi yaxshi bo'lib, aynan bugun shu fondan. Xolos, meni hammani yonida sharmanda qilding. Endi mendan yaxshilik kutma. Tushundingmi? Axir bir martagina bo'ldi. Iltimos, meni kechiring. Ahmoq, hammasi birinchi martadan boshlanadi. Birinchi past baho, birinchi marta darsdan qochish, birinchi marta pul o'g'irlash. Hammasini to'g'rilayman. Sen har doim birinchi bo'lishing kerak. Sen meni yakka-yagona o'g'limsan. Agar birinchi bo'la olmasang, menga bunaqangi o'g'ildan nima foyda? Hammasini to'g'rilayman. Aytganingizni qilaman. Bo'ldi. Yozda hamma dam oladi. Hamma o'z ishi bilan band bo'ladi, lekin sen bilimlaringni kuchaytirishing kerak. Aks holda mendan yaxshilik kutma. Tezkor xabar, agar keyingi video tezroq va qiziqroq chiqishini istasangiz, hozirroq obuna bo'ling, like bosing va kommentariy yozing. Shunda sizlarga kafolat beramanki, keyingi video qiziqroq va tezroq chiqadi. Menga ishonaveringlar. Bo'ldi, ketdik. Xo'sh, nima gaplar ekan? Barcha obunachilarga salom, qolaversa mening ismim Dermna va men Minecraft youtuberman. Do'stlar, men hozir armiyadaman va meni do'pposi. Salom der, bashlar qalay? Nursan Leo. Qanchalik qo'rqib ketganini bilmaysan. Senga aytadigan gap bormi yo'q? Hayajonlanma. Mayli, hech qisi yo'q. Bo'lib turadi. Nima gunoh qilganimni aytarsan balki? Taqlatmasdan kirib qo'rqitib yubording. Agar qo'limda telefonni ko'rib qolsa nima bo'lardi? Uzr. Xullas, senga kiyim olib kelgandim. Kiyim? Bo'la qol. Shuncha yotganing yetar. Endi esa mashg'ulotlarga borish kerak. Qanaqa kiyim? Zirh olib keldingmi menga? Oyoq kiyim. Bu nima bo'ldi? Harbiy xalta. Jinursun. Bu AK-47mi? Yo'q, AK-59. Gap bo'lishi mumkin emas. Bo'la qol, zirhli kiyimlarni kiyib ol. Xo'sh, bosh kiyim, oyoq kiyim va bronежилет. Do'stlar, menga bir qaranglar. Menimcha juda ham zo'r, menga yarashdi. Nima deb o'ylaysizlar? Xo'sh, avtomat bilan-chi? Kim bilan gaplashyapsan? Hech qisi yo'q, e'tibor berma. Yura qol endi, mashg'ulotga boramizmi? Sen otish mashqlaridan ham qolib ketding. To'g'ri. Lekin komandirimiz seni yoqtiradi, shuning uchun hammasini yana boshdan ko'rsatib beradi nima qilishni. Xavotir olma. Okey. Rostini aytsam, men ham oxirgi 3 kunda kela olmadim-ku. Nima bo'lgandi o'zi? Hayron qoldim. Shunchaki tug'ilgan kunim bo'lgani uchun uyga jo'nashgandi. Uyga? 3 kunga. O'tib ketgan tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Katta rahmat Derb. Xo'sh, bo'la qol, har doimgi joyda, faqatgina sal nariyoqda. Ko'ryapman, askarlar turishibdi, ular ham ularda kalashlar bilan. Albatta. Ajoyib, janob komandir. Janob emas, o'rtoq komandir. Albatta. Assalomu alaykum, o'rtoq komandir. Kuningiz yaxshi o'tyaptimi? Albatta, nihoyat o'zingga kelibsan. Yana 2 hafta yotsang bo'lardi. Kechirasiz, shunchaki yomon yiqilib tushgandim. Ishonaman. Mayli. Hozir senga AK-59 ni qayta o'qlashni ko'rsatib beraman. Keyin esa sen navbating otish bo'ladi va Leonik ham, chunki ikkovingiz otish mashqlaridan qolib ketdingiz. Mayli, xo'sh, ana bu yerdagi nishonlarni o'rishingiz kerak. Har doimdek 2 guruhga bo'linib, bu safar jamoadoshlar bilan. Mana shunday olasan, magazinni tiqasan va mana buni tortasan, tushundingmi? Tushundim, chunki video o'yinlarda ham ko'p ko'rganman. Ajoyib. Boya aytgandek, mana shularni mo'ljalga olishing kerak. Ana buni, xullas, shu yerda qayerdan tursang ham farqi yo'q, hammasiga tekkiza olishing kerak. Bu har xil burchaklardan otish, tepalik, pastlikdan otishni hammasini kuchaytirishga yordam beradi. Xo'sh, hozir patronlarni qayta joylayman. Bo'ldi. Olishing mumkin. Hozir bu yerga chiqqaningda keyin qayta o'qlab olasan. Hozir turib tursin. Xo'p, bo'ladi. Leo, tayyormisan? Albatta tayyorman. Xo'sh, unda bo'la qolinglar. Leo, Derb, qani kelinglarchi. Xo'sh, yaxshi. Shu yerda tursam bo'ladimi? Istasang chiqib ol. Okey. Endi o'taymi? Faqat o'qlab ol qurolni. Xo'p. Qanday qilish esimda. Yaxshi, qanday ko'rsatchi? Hozir mana buni Jinurson qarini bosish kerak edi. Hozir. Xo'sh, Leo magazinning ostini bosyapti. Mana o'xshadi. Yaxshi. To'g'ri qildimmi, janob komandir? Ota qol. Xo'sh. Qani, Jinurson boshqa joyga ketib qoldi. Shuning uchun to'g'riroq ushla qurolni. O'q otgan vaqti addacha degan narsa bor va shuni hisobiga qurol ketib qolishi mumkin boshqa tarafga. Tushundim. Qatorroq ushlashga harakat qilaman. Yoki ertalabdan sen ham non yeb kelmadingmi? Nima desam ekan? Shunga o'xshash hodisa bo'ldi. Bu safar yeb kel, aks holda bir marta ko'rdik non yeb kelmagan yigitni. To'g'ri.
Xo'sh, hozir. Leo tekizib olyapti. Men esa umuman yo'q. Hozir yaxshi. Jennarson. Bo'ldi. Hoppa. Jennarson buni chayqalishini-chi. Janob komandir, menga balki to'pponcha berarsiz keyingi mashg'ulotda. Xo'p. Mana bu yerdan o'tsam ham bo'ladi? Albatta. Okey. Shu yerga tayanib o'tmasam umuman ishlay olmayapman. Men o'ylagandan ko'ra qiyinroq ekan. Leo bemalol nima desam ekan, boshqara olyapti addachani. Chunki Leo bir necha kundan beri mashq qilyapti. Sen esa bir haftadan beri yotibsan. Chunki qattiq yiqilib tushdim. Leo esa ajoyib yigit. Xo'sh. Janob komandir, menda patronlar tugab qoldi. Mayli, hech qisi yo'q. Bugun yetadi. Shu shkafga solib qo'yishim mumkin. Xo'sh. Bo'ldi. Hozir men ham solib qo'yaman, patronlar tugadi. Bo'la qolinglar yigitlar. Xo'sh, hozir bo'ldi, tayyor. Leo, tashlab yuborma, qurolni asrash kerak. Huzur. Gapingga qo'shilaman der. Mana. Der, bu nimasi? Hozirgina gapirib turib, Jennarson, kechirasiz. Bilasanmi, qurolga xuddi jufting bilan bo'lgandek munosabatda bo'lishing kerak. Asrab avayilishing, toza tutishing va hammadan himoya qilishing kerak. Sizni tushungandek bo'ldim. Bu safar qurolimni ehtiyot qilaman. Yaxshi, joyiga qaytishim mumkin. Boshqa takrorlanmasin. Xo'p, bo'ladi, janob komandir. Endi esa ikkinchi guruh, tayyorlaninglar. Qo'limdagi 9 mm standart Makarov to'pponchasi. Buni hammamiz armiyada ishlatamiz. U juda ham ishonchli, xuddi AK-79 dek ajoyib qurol. Hammangiz shundan ishlatasizlar xizmat davomida va boshqa yerlarda ham. Uni ishlatish juda ham oson, hattoki yosh bola ham eplay oladi. Mana bunday qilib magazin chiqarasiz, tiqib olasiz va tortib qo'yib yuborasiz. Va mana shu nishonlarni otishingiz mumkin. Mana shu teshiklardan turib. Bu juda ham ishonchli qurol. Aytib o'tganimdek yoki aytmadimmi? O'las esimda yo'q. Derplay, mana bu stoldagi Makarovlarni olinglar, o'qlanglar va teshiklarga turinglar. Hozir otishni boshlaysiz. Xo'p, bo'ladi o'rtoq komandir, hozir olaman. Bo'la qol. Xo'sh, yaxshi. Mana hozir. Ajoyib. Bunisidan lekin birinchi marta otishim. Xo'sh. Men mana shu teshikdan otaman. Men esa bunisidan. Okey, tayyormisan? Tayyorman. Hozir o'qlaymiz. Yaxshi, ketdikmi? Ketdik. Bo'la qol. Otyapman. Yaxshi. Sekin jinsin tegmadi. Tegdi. Birinchi, ikkinchisi xo'sh, o'xshayapti. Ajoyib. Shu ruhda davom etinglar. Yaxshi, mana bunisiga Jinsin Leo hammasini tekizyapti. Men esa endi mana bu tarafdagisiga ketib qolyapti qurol. Hozir yaxshi. Yondagisiga tegdi. Qanisi? Bu yerda Leo o'tiribdi. Qana mana bu yerdan harakat qilib ko'raychi. Eng yaqindagisiga tegdi. Oyog'idan o'tdim. Hozir o'qlab olaman va tanasidan yoki boshdan. Yaxshi, endi eng uzoqdagisini xo'sh. Jennarson. Bunisini urib, bunisiga ham tegdi. Gap bo'lishi mumkin. Hozir qani? Yaxshi, mo'ljalga olib o'taman. Ajoyib. Lekin kalashdan ko'ra ancha osonroq ekan buni boshqarish. Albatta, axir kichkina to'pponcha bo'lsa. Hozir qani bunaqasiga xuddi kinolardagidek qilib ko'raman. Ajoyib. Men ajoyib askar bo'laman. Yaxshi. Bekor ataylab yotibman kasalxonada. Shuncha narsa o'tib ketdi. Xo'sh, Leo, balki o'rin almasharmiz. Hozir, albatta. Qani, bo'la qol. Yaxshi, qani. Endi bu yoqqa o'taman. Leo, tayyormisan? Doimgidek. O'g'lishingga gap yo'q. Katta rahmat, janob komandir. Hozir qani? Yaxshi. Bu yoqqa. Qani, hammangiz bu yoqqa kelinglarchi, oyog'idan, tanasidan va bu yoqqa. Endi uzoqdagisiga. Ajoyib. Xo'sh, yaxshi. Menimcha bugun yetadi. Derp, Leo, to'pponchalarni joyiga qo'yinglar. Endi esa qolgan guruhlarning navbati. Mayli, desangiz shu. Mana bo'ldi. Endi joyiga qaytishing mumkin. Xo'p, bo'ladi, janob komandir. O'zi bu yerda necha yildan beri xizmat qilasiz? 20 yilcha bo'lib qoldi. Bularni boshqa bir kun aytib beraman. Hozir esa joyingizga qaytinglar, yigitlar. Xo'p, bo'ladi, qaytamiz. Qani Leo, joyingga turchi. Menga otish yoqdi Makarovdan. Menga ham juda ham ajoyib qurol ekan. Bilasanmi, Leo, bir narsani sezib qoldim. Xo'sh, nima ekan? Nimagadir bugun Sam ko'rmadi, Vincent ham. To'g'ri. Xullas, bir gap bor, lekin buni keyin aytib beraman. Hozir ikkala ovqatlanib olamiz. Okey, hozir yechib tashlayman mana bularni. Lekin isib ketdim juda ham. To'g'ri, juda ham issiq ekan. Hozir men ham yechib olaman. Bo'shada bo'lay. Yaxshi. Desashlamni. Men olib turaman ovqat. Okey. Assalomu alaykum janob o'rtoq oshpaz. To'g'ri. Va alaykum salom. Bizga ovqat bormi? Albatta. Xo'sh. Ozgina qolibdi. Ulgurdinglar. Do'stim va o'zim uchun oldim. Yaxshi. Leo, qanasan? Shu yerdaman. Oldingmi? Kel. Nima deyotgan eding? Bir gap haqida. Xullas, rahmat. Sam yiqilib tushdi. Parkour vaqti. Shunga nima qilibdi? Xullas, bilasanmi, yiqilib tushganda ham qo'lini yoki oyoqni sitirib olsa mayli edi. U yumshoq joy bilan tushdi. Aynan komandir ogohlantirgan joyga. Bilasanmi?
Bunga rahmim kelib ketdi. Albatta. Ha, qanchalik yomon bo'lsa ham bunaqangi taqdirga arzimas edi. To'g'ri, lekin qutulganimizga shukr. Aha, to'g'ri aytasan. Endi bir o'zi bo'lib, umuman yopishmay qo'ydi menga, senga ham. Albatta, bu eng tinch bir hafta bo'ldi. Ha, lekin ovqat baribir ham shirin. Leo, bilasanmi? Nima? Balki Sem yo'qligidan foydalanib, janob oshpaz, katta rahmat. Arzimaydi. Bilasanmi nima qilamiz? Nima qilamiz? Vince bilan do'stlashishga harakat qilamiz. Ha, oxirgi marta do'stlashishga harakat qilganingda u seni qo'riqxonada urib tashlab ketdi. Bu gaping ham to'g'ri, ammo lekin bu bizning Vince'imiz hozir yolg'iz va uni bemalol o'z tomonimizga og'dirib olsak bo'ladi. Nimaga hojatxonalar ochiq? Bilmasam, yopamiz. Yaxshi, hozir kirib chiqay. Aha, men esa qo'limni yuvib olaman. Bilasanmi, mening rejam shunday iboratki, uni yolg'izligidan foydalanib, o'zimizga yaqinlashtirib olamiz yoki o'zimiz unga yaqinlashamiz. Xullas, bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Qiziq, janob komandir, o'rtoq komandir berarmikanlar bizga u haqida ma'lumot? Bilmadim, u seni yoqtiradi, balki berar. Yoqtiradi deb juda ham ko'pirtirib aytib yapsan. Menga qancha topshiriqlar berishini bilsa eding. Ha, ko'rdim. Senga hammadan ko'p osish beradi. Ha, shunday, lekin ma'lumotni ham bersa kerak. Qanaqa ma'lumot? Bilmasam, yoshligi haqida, balki bu yerga kelib qolishdan avval nimalar bo'lgani, chunki bilsa kerak axir. Bilmadim, u ham xuddi biz qatori yangi keldi boshqa bazadan. Yo'q, u bu yerda eng boshdan emasmidi? Yo'q, albatta. Lekin komandirning qo'lida bir necha yil nima desam ekan, xizmat qilgan, agar shunday deb aytish mumkin bo'lsa. Ya'ni, xullas uni o'quvchisi bo'lgan. Qiziq. Mayli. Xullas, hamma bilan do'stlashib olishimiz kerak. Shunda kelajakda bizdan ahil jamoa chiqadi. To'g'ri aytasan. Hozir men ham narsalarimni solib qo'yay. Xo'sh, yaxshi. Lekin yana bir muammo paydo bo'lyapti. Nima muammo ekan? Telefonimni zaryadi tugab qolyapti. Tejab ishlashga harakat qilyapman, ammo iloji yo'q. Xullas, uni olib qolishga kimdan foydalanganding? O'sha yerdagi narsalarni tekshiruvchi rejiteldan. Ko'pchilik shunday qiladi. Undan so'rasang, quvvatlab berishi mumkin. Yo'q. Ha, hamma shunday qiladi. Yaxshi, unda ertaga yoniga o'tib kelaman. Ha, shunday qila qol. Bo'pti. Xayrli tun.